Uzun uka va kalta aka. Asad, tur o'rningdan. Tinchlikmi aka? Mana saniki? Yo, o'rtog'im Sanjar aka kecha qolib ketibdi. Aldami? Aldamayapman. Aldanayotgan bo'lsang bo'ldi, lekin chakpak yurmang. U og'ayningga ham aytgan, unaqa chakmas, yaxshi narsa emas. Hadi qo'yib qo'ydim. Sen uxlayver. Aka, mashinangizni bitta hayding. Yo'q, jinniromisan, o'tir. Bermaysizmi? Hayda ukam, hayda. O'tir. Voy! Asad! Voy Asad! Ustingdagi kiyim menikimi? Ha, sizniki bir marta kiyib turdim. Ne baxir, rost aka? Kiyib turaver ukam, просто bir og'iz aytib qo'ymaysanmi kiydim deb. Men ham kiymoqchi edim-da mana shuni. Yechib beraymi? Ya, kiyur, men boshqa narsa kiyman, bo'pti. Hanga nima? Yo'l torlik qotdimi? Voy! Asad! Nima bo'pti? Tinchlikmi bolalar? Tinchlikmi? Yo'q. Men senga aytdim, kekroq yur. Aralashmaga istayman. Mana shunaqa momentlarda yordam berasan-da. Boringga shukr uka. Bilasiz, sizni o'zingiz tashlab qo'ymayman.